O'sha paytda boks va kurash kabi sport turlarida zo'r bo'lganim uchun yaxshi ko'rinishga ham ega edim. Lekin maktabimizdagi yomon va buzg'unchi Aleksandr bir kuni meni urushishga chaqirdi. Dovdirab qoldim va aytdimki, agar seni ursam, sen to'g'ri kasalxonaga borasan. Lekin bunday demasligim kerak edi. Keyin u to'satdan g'azabdan baqirdi. Seni chaynayman, yeb bitiraman va keyin hojatga borib seni chiqarib tashlayman. Men ikkilanib qolganim uchun u meni urayotganda uni to'xtatib qola olmadim va meni urdi. Va jahlim chiqqanda men ham uni urdim. U mushtum zarbidan yerga yiqilgandi va burnidan qon oqa boshladi. Men undan kechirim so'rab, uni turishiga yordam bermoqchi edim. Lekin u meni tortib yiqitdi va yana ura boshladi. Bundan g'azabim qo'zg'adi va uni urdim. U esa qaytib tura olmadi. Men unga to'xtashini aytib baqirdim, chunki uning yuzidan kimligini bilib ham bo'lmasdi. U yana o'rnidan turdi va menga yaqinlashib baqirdi. "Kel, urushamiz." Men baqirdim. "Iltimos, to'xta. Agar davom ettirsak o'lib qolishim mumkin." U turjayib aytdiki, "Albatta. Ikkovimizdan birimiz o'lishimiz kerak-ku axir." U men tomonga otildi va men uni ko'tarib yerga qattiq urdim. Uning bo'yni sindi. U bo'yni singan holda meni oldimga keldi. Men uni chaldim va yiqilganda qo'lini sindirib oldi. U yana qo'li sinib men tomonga yaqinlashdi. Men unga "To'xta" deb baqirdim. Lekin u menga qarab yugurib kelayotgandi. "Sen o'lsangina to'xtayman." Men uni qattiq urdim va u 10 fut nariga borib tushdi. U yerga yiqildi va turishga harakat qildi. Lekin uning butun tanasi singan shekilli qaytib o'rnidan tura olmadi. Men tezda politsiyaga qo'ng'iroq qildim. Ular kelishdi va uni tez yordam mashinasida olib ketishdi. U kasalxonaga yotqizilgandi. Men ham u urgani uchun biroz shikastlangandim. Bu voqeadan so'ng biroz vaqt o'tdi va undan xabar keldi. Hatto ikkita so'z bor edi. "Kel, urushamiz." Men oxir unga qo'ng'iroq qildim. Kechirim so'radim va yutqizganimni aytdim. U biroz jim turdi va pichirlab aytdiki, "Kel, urushamiz." Butun tanam qaltirab ketdi. U men aytgan biror narsani eshitmagandi ham. Uning yagona maqsadi men bilan urushish edi. Men uning raqamini bloklab qo'ydim. Yana biroz vaqt o'tgandan keyin menga qog'ozda xat keldi. Va unda yana ikkita so'z bor edi. "Kel, urushamiz." Bir necha kundan keyin eshigim taqilladi va qarasam, u yerda qo'llari bog'langan, zo'rg'a harakatlanib kelayotgan Aleksandr turardi. Men politsiyaga qo'ng'iroq qildim. Lekin u baribir uyim oldidan ketmasdi. Keyin men ko'chib ketdim va u haqida boshqa eshitmadim. Yillar o'tdi va bir kun do'stlarimdan biri Lyuk bilan gaplashib o'tirganimda, u Aleksandr haqida gapirib qoldi. U men bilan urushgandan keyin Aleksandr maktabdagi boshqa o'quvchilarni ham urushga chaqirgan, lekin ko'p bolalar bunga rozi bo'lishmagan. Biroq yana do'stlarimdan biri Nikolas urushni qabul qilgan va ular orasidagi jang Aleksandr uni o'ldirib qo'ygandan keyin nihoyasiga yetgan. Oxir oqibatda Aleksandr qamoqqa olingan. Men juda ham qo'rqib ketgandim. Uning hamma gapi to'g'ri edi. Agar men ham o'shanda o'zimni bosmaganimda, balki hozir tirik bo'lmasdim.